Assalomu alaykumlar hammaga, hurmatli Shavot avto kanali obunachilar do'stlar. Sizlar bugun navbatdagi reklamamiz Cobalt bo'ladi do'stlar. Egalaridan uyina kelib reklama qilib turibmiz do'stlar. Buni srochniy sotish kerak ekan. 2019-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka do'stlar. Bilasizlar, hozir mexanika korobka uncha chiqmaydi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda arzonroq avtomobillar chiqib turibdi, lekin buni holati zo'r do'stlar. Mashina bilan mashina farqi bor, o'zi tushunadigan insonlar biladi do'stlar. 19-yilda ishlab chiqarilgan 84.000 probeg и propan gaz bu do'stlar. Metan qo'yilmagan, propanda faqat isha uya haydalgan mashina do'stlar. Holati zo'r. Chotki holatda turibdi. Oq svetda kraskasi родной. Probegini ham kraskasini ham javobli degasi bemalol ko'rsatib olishlaringiz mumkin. Salon holatlari ham zo'r turibdi. Mexanika korobka. Salonlari akkuratni turibdi. Polniy ko'rsatib tekshirib olishlaringiz mumkin do'stlar. Vilkalar ham 19. Mashina holati zo'r. Propan gazda. Bagaj qismini ochib o'tiribmiz. Propan gazi va holati zo'r turibdi. Balonlar ham toza. Chotki balon. Holati zo'r. Ko'rsatchaklar ham qirilib ketmagan. Chotki holatda akkurat haydalgan mashina do'stlar. Bir qo'l haydalgan, salonni olib haydagan. Xullas, mashinamizni narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 125 million so'm aytilib turibdi. Srochniy sotiladi, ustida galishib beriladi. Ekranni pastda nomer turadi do'stlar. Srochniy telefon qilib galishib olsangiz bo'ladi do'stlar. Holati zo'r. Birdan-birdan like ni bosib, Cobalt izlab yurgan obunachilar shu videoni srochniy yuborib qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad.